Belarus 80X, ya'ni 3 ballonli traktorga tuning qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Bu nima desa, bu qanaqa rang deyish mumkin buni. Bunaqa rang bir juda boshqacha, noodatiy. Buni tonirovka, salonlar, tomlar, fonli, cho'tki qilib qo'yishgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, rollar alohida. Endi nima bu? Traktorchi shunchalik mehnat qiladi, shunchalik harakat qiladi. Shunday bir sharoitda traktor boshqarsa, bu boshqacha-yu. 3 ballonli traktor, ya'ni 80X. Zo'r lekin. Ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'g'i sodda, порядочный, top-toza, chiroyli qilib tuning qilib qo'yishibdi. Malades. Endi shunchalik tuning qilingandan keyin bitta avtopilot ham qo'yib yuborish kerak bo'ladi. Avtopilot qo'ymasa bo'lmaydi, bilasizlar. Avtopilotga murojaat qilish uchun o'zingizga murojaat qilaverasizlar. Murojaat.